Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan absorpsion kolonna nima ekanligini muhokama qilamiz. Absorpsion kolonna bu gaz va suyuqlik fazalari o'rtasida massa almashinuv jarayonini amalga oshiruvchi qurilma. Asosan gaz aralashmalaridan ma'lum komponentlarni suyuqlik yordamida yutib olish absorpsiya uchun ishlatiladi. Tuzilishi silindrsimon vertikal apparat bo'ladi. Ichida turli xil to'ldirgichlar, nasadka yoki tarilka tarqatuvchi qavatlar joylashadi. Yuqoridan suyuqlik, pastdan esa gaz kiritiladi. Gaz va suyuqlik qarama-qarshi oqimda harakatlanadi. Ishlash prinsipi: gaz pastdan yuqoriga ko'tariladi, suyuqlik yuqoridan pastga oqadi. Gaz tarkibidagi kerakli modda suyuqlikka erib qoladi. Tozalangan gaz yuqoridan chiqadi, boyigan suyuqlik pastdan chiqariladi. Qo'llanilishi: havo gazlarini tozalash, masalan, SO2 karbonat angidridni ushlash, kimyo sanoatida ammiak, vodorod, metan, etilen kabi gaz aralashmalaridan ma'lum komponentlarni ajratib olish. Neft, kimyo va gaz sanoatida sulfitlarni yo'qotish, kimyo sanoatida sulfat, natriy sulfid va boshqa moddalarni ishlab chiqarishda. Turlari: nasadkali kolonna ichiga keramik, metal yoki plastmassa to'ldirgichlar joylanadi. Laganda tarilka qavatli kolonna ichida tarilkalar bo'lib, suyuqlik ulardan oqib tushadi. Gaz esa pufakchalar hosil qilib o'tadi. Bulardan eng samaralisi tarilkali absorpsion kolonna. Tarilkali absorpsion kolonna gaz fazasidan ma'lum bir komponentni suyuqlik fazasiga yuttirish uchun ishlatiladigan qurilma. Ishlash prinsipi: gaz pastdan kolonnaga kiradi. U yuqoriga qarab ko'tariladi va har bir tarilka orqali o'tadi. Gaz ko'tarilgan sari suyuqlik bilan bosqichma-bosqich aloqa qiladi. Suyuqlikning harakati: yutuvchi suyuqlik yuqoridan kolonnaga beriladi. Suyuqlik pastga qarab oqadi va har bir tarilkaga to'planib, keyin maxsus naycha yoki teshik orqali pastki tarilkaga o'tadi. Gaz va suyuqlikning kontaktda bo'lishi: har bir tarilkada gaz ko'plab pufakchalar ko'rinishida suyuqlikdan o'tadi. Shu jarayonda gazdagi yutilish kerak bo'lgan suyuqlikka o'tadi, ya'ni absorpsiyalanadi. Bosqichli jarayon: har bir tarilka bu alohida yutish bosqichi hisoblanadi. Qanchaki ko'p tarilka bo'lsa, gaz va suyuqlik o'rtasida almashinuv shunchalik samarali bo'ladi. Yuqoridan chiqayotgan gaz tarkibida yutiladigan modda kamaygan bo'ladi. Pastdan chiqayotgan suyuqlik esa yutilgan modda bilan boyigan holda chiqadi. Oddiy qilib aytganda, gaz pastdan yuqoriga, suyuqlik esa yuqoridan pastga qarab oqadi. Ular har bir tarilkada uchrashadi va gazdagi kerakli modda suyuqlikka o'tadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.